Oydin Tower loyihamizni Olmaliq shahri markazida joylashgan. O'zi menimcha Olmaliq shahrida yashovchilar Oydinni juda yaxshi bilishadi. O'zi menimcha shu Olmaliqqa bir marta kelgan odam ham o'zi shu Oydinni biladi-da, chunki bu kirish qismi bo'lgani uchun, markaz bo'lgani uchun, hamma infrastrukturaga boy bo'lgani uchun, shu uchun ham Oydinni yaxshi bilishadi. Shu uchun ham Oydin Tower deb nomlaganmizda. Undan tashqari bu Oydin Tower loyihamiz Dehqon bozorida ro'parasida, undan tashqari Avtoshoh bekatida, keyin undan tashqari lokatsiyalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Markaziy ko'chada joylashgan. O'rtacha hisobda aytsak agar 2-3 uzoq bo'lsa 5 daqiqaga intervalda yetib olishingiz mumkin. Endi bu mashinada yoki piyoda holatda aytilyapti. Endi hamma narsasini men maqtab qo'ymagin, sizlar ham bir aytib ketinglar shunga. Xuddi shunaqa mana hozir ekranimizda slaydini chiqarib qo'ydik. Oydin Tower loyihamizni qayerda qurilayotganini ko'rishingiz mumkin. Mana xaritadan ko'rsatganmiz. Atrofida nima qulayliklari bor, qanaqa savdo shoxobchalari, bozor, maktab, bog'cha, xususiy klinika, bank, Olmaliq markazi. Bitta markazi Raduga bo'lsa, ikkinchi markazi bu Oydin, hamma biladi. Mana shularni ko'rsatganmiz. Mana Buxoro maktabi, do'konlar. Menimcha Olmaliqdagilar juda ham yaxshi bilishadi. Eng markaziy lokatsiyalardan biri. Ortiqcha maqtashga menimcha hojat yo'q. Buni mana shu bugungi taqdimotimizgacha bir 200 ga yaqin inson kelib ma'lumot olib ketishdi. Hali sotuvlarimiz ochilishdan oldin, sotuvlarimiz boshlanishdan oldin. Jamshid aka, Botir aka, sizlar sanab o'tgan qulayliklardan so'ng ham 10 ga yaqin yana boshqa qulayliklar bor. Bulardan masalan Olmaliqimizda mashhur bo'lgan fast food ovqatlanish shoxobchalaridan ham Oqtepaga, ham Evosizga yaqin nari borsa 2-3 daqiqalik masofada joylashgan. Xususiy klinika yoki boshqa davlat shifoxonalariga oladigan bo'lsak, Lormed servisga ham bor yo'g'i 2-3 daqiqalik masofada joylashgan yoki Olmaliq shahrining markaziy shifoxonasiga ham 10 daqiqaga yetmaydigan oraliq masofada joylashgan. Mana Korzinkamizga ham 5 daqiqada yetib olish mumkin. Juda joylashuvi markaz bo'lishiga qaramay juda ko'p atrofida qulay lokatsiyalar bor. Xo'p.